Mana turizmni qayerda rivojlantirish kerak. Nurobod tumani Qo'rg'oncha qishlog'ida mana ikkita buloq bor. To'lib suv oqyapti mana. Mana shunaqa qilib. Ana u tomonda bitta bulog'i bor. Mana bu yerda bitta buloq bor. Suv ham tekin, bepul kirish, berek kelish ham tekin, stoyanka ham tekin, hammasi tekin. Suv xohlagancha oshqozon ichak kasalliklariga hamma narsaga davo bu suv. Ana shu yerdan ataylab kelib olib ketamiz har yili. Mana buloq. Ana shu yerda buloq bor, shunaqangi zo'r buloq. Nurobod tumani Qo'rg'oncha qishlog'ida. Qo'shbuloq, endi bilmayman. O'zbekiston bo'ylab buloqlarni aylanib yurdik. Mana bugun Nurobod tumani Qo'rg'oncha qishlog'idagi Qo'shbuloqqa keldik. Bu yerda ikkita buloq bor. Mana bu yerdan chiqib, mana shu yerda suv yig'ilib, keyin qishloqlarga ketadi. Mana bu yerda ichi to'la baliq, marinka, sazan baliqlar. Mana bu yerda bittasi mana. Bitta buloq mana bu yerda. Ikkinchisi orasi 50 metr sal nariroqda. Mana shunaqa tog' toshlarning orasida ikki buloq bor.